Siz Namanganda shunday joy borligini bilarmidingiz? Ko'rib turganingizdek, bugun 27-maktab haqida gaplashamiz. Maktab ko'rinishdan kichkina ko'ringani bilan, lekin bu yerda o'ziga dastoyni, uverenli bolalar o'qiydi. Gapimiz yolg'on bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Yo. 27-maktab bolalaridan qora ko'ylak, qora sheltra, qora barsetka bo'lsa ham, lekin butun Namangan his qilgan obro' e'tibori bor. 27-maktabning yana menga yoqqan tomoni, bu yerda bolalari hamiyatli, qizlari esa odobli, xushmuomala ekanligi menga juda yoqdi. 27-maktabga bitta respekt. Har doimgi gapimiz 27-maktabni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bu videoni 27-maktabda o'qigan do'stlarimizga yoki bitirib ketgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz.